7-magazinga keldik. Bugun ham har safar qilib o'zini an'anasini sodiq qilgan holda 7-magazin Ramazon aksiyasini e'lon qiladi. Bakasını evvelki bakasını aytib o'tiribman. Ava. 49 ming so'm. Hazillashmang. 79 ming so'm. Kalınlıkına qarang endi buni, kalınlıkına. Ko'rpachaning. Ko'rpachadimi jim, kalınlıkına qarang. Arkasına qarang. qarang. Chedab ayting. Taxminan o'zingiz bir ayting qani chedab 95 ming, 90 ming bor. 59 ming so'm. Obunacham, lekin qarang 4 yil beruni shunchadan keladi. 59 ming so'mni ikki topolmasangiz. 59 ming so'mdan. Yo'q puldan, abet puldan berasiz. Agar top berilmasangiz. Bo'ldi. Yana bir 59 ana. Ya endi qo'ying Ana yine 59 ana. Aga ertangdagi Obunachilar uchun. Meni 59likni xato aytib beribman, 159 ming so'm ekan deb, ya 40 tashlab bermang lekin. Ana yine 59 ming so'm. Shu gaping uchun yine bir 59 ming so'm. Shoshgan 59 mi? 59. Paçka buzilma. 85 ming so'mdan. Hamma razmeri bor. İpek, qolgan versiyasini 85 ming so'mdan. 85 ming so'mdan. Izi bor, to'g'rimi aga? Izi bor. Topni boshlayli bu. Joy namozlarimiz bor. Hozir men aksiyada turgan 49 ming so'mlik gilamdan 3 million, 4 million so'mlik qoladan bo'lsam ham ishtirok etamanmi? İştirak etadi. Bir gilamni bag'asi 4,5 million bo'lgan. Ava. 3,5 6 razmeri. 3,5 6 razmeri. Yana birisi 3,5 shunday razmer, yana birisi podarka. 2 million 900 da, to'g'rimi? Ishida turgan hamma narsamizni testadi. Ha, 1 plus 1. 1 plus hammasi sen testadi ishida. Qolonlar ham bor, ipek narsalarimiz ham bor. 70% skitkada. 70%. 70%, 1 million bo'lsa 300 ming so'm bo'ladimi? Ha.